Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan JavaScript dasturlash tilidagi ma'lumot tiplari tushunchasini ko'rib chiqamiz. JavaScript dasturlash tilida asosan 8 xil turdagi ma'lumot tiplari mavjud. Bularni ikkita guruhga bo'lib o'rganish e, to'g'ri bo'ladi. Dastlabkisi primitive types, primitiv tiplar. Xo'p, bular qaysilar? Birinchisi string, ya'ni misol sifatida satrni keltirishimiz mumkin. Salom. Xo'p, ikkinchi tip number. Bunga har qanday sonlarni keltirishimiz mumkin. 42 yoki 3,26. Bu yerda only kasr nuqta bilan ajratilishiga e'tibor qiling. Xo'p, uchinchi big int. Big int bu juda katta sonlar uchun ishlatiladigan tip. Hozir anig'i esimda yo'q, taxminan aytishim mumkin 9 kvintilliondan katta bo'lgan sonlar uchun ishlatiladi. Endi bu 2 ni 53-darajasi adashmasam. 2 darajasi 53. Ana shu sondan katta va manfiy tomonda shu sondan kichik bo'lgan sonlar uchun big int tipi ishlatiladi va big int tipini siz albatta oxirida n belgisini qo'yib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir bularni ba'zilarini ko'rib chiqamiz misollar bilan. Xo'p, to'rtinchi tip boolean, ya'ni bool tipidagi. To'g'ri yozdik shekilli, boolean. Xo'p, ya'ni mantiqiy tip true yoki false qiymatlarni qabul qiladigan tip. Beshinchi tipimiz undefined. Xato yozdik, uzr. Undefined. Ya'ni siz qandaydir let aytaylik my name degan o'zgaruvchi yaratdingiz, lekin unga qiymat bermadingiz. Keyinchalik shuni chiqarish buyrug'ini bersak, undefined, ya'ni tavsiflanmagan, aniqlanmagan degan qiymat hosil bo'ladi. 6-chi null tipi. Endi bu maxsus o'zimiz avvaldan bilib turib qiymat bermagan holatlarda ishlatiladi. Misol uchun foydalanuvchining nomini biz bilib turib bo'sh qoldirishimiz mumkin. Endi dastur tipidan vazifasidan kelib chiqqan holda, lekin null qiymati aynan avvaldan o'ziz berasiz. Ya'ni bunda agar siz let user name deb uni null qiymatiga ega bo'lishni xohlasangiz, o'zingiz mana shunday tarzda null qiymatini unga o'zlashtirishingiz kerak bo'ladi. 7-chi tip symbol tipi, ya'ni bu unikal, o'xshashi yo'q yagona identifikatorlar uchun ishlatiladi. Bunga ham bir misol berib ko'rsatishimiz mumkin. id teng symbol id. Xo'p, mana bu ko'rib chiqqanlarimiz barchasi primitiv tiplar hisoblanadi. Bundan tashqari esa yana bitta tip bor. U ham bo'lsa object tipi bo'lib, bu tarkibiy, ya'ni reference type deb nomlanadi. Bu degani o'sha yuqoridagi primitiv tiplardan tashkil etiladigan tip bo'lishi mumkin. Misol sifatida bunga ham birorta misol ko'raylik. Figurali qavs ichida yoziladi. Asosan name 2 nuqta aytaylik Kamol
Mana shunday tarzda biz qiymatli bir nechta obyekt xususiyatlarini birlashtirishimiz mumkin. Endi bu tiplarni keling misollar bilan ko'rib chiqaylik. Masalan, birinchisi string. Let my name teng. Endi bu yerda yakunlab qo'yaylik. Let my name qo'sh tirnoq ichida Jamol. Va endi shu my name ning tipini aniqlashimiz uchun type of degan maxsus funksiya ishlatiladi. Ya'ni console log ichida type of va my name. Bu yerda nima jarayon bo'lyapti? My name o'zgaruvchisini yaratdik, unga ma'lum qiymat berdik. Endi shu my name ning tipini ko'rsatishni so'rayapmiz. Ishlatib ko'ramiz. Mana string tipida ekanligini dasturimiz bizga natija sifatida chiqarib ko'rsatdi. Xo'p, keyingisi yoki bo'lmasa shuni o'zini o'zgartirib natijasini ko'raverishimiz mumkin. Keling endi Jamol o'rniga 15 deb yozaylik. Ishlatib ko'ramiz. Mana number, ya'ni son. Ba'zi boshqa dasturlashtirishlarda butun son bilan kasr sonlar alohida tipda bo'ladi. Misol sifatida yana buni aytishimiz mumkin. Aynan o'sha Python dasturlashtirishida 15 bu int bo'lsa, 3,15 bu float edi. Bizda bu yerda, ya'ni bizda deganimiz JavaScriptda bunday emas. Mana 15 number xuddi shunday 3 nuqta bilan ajratiladi. Buni ham tipini ko'rsak, bu ham number ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, JavaScriptda butun son va kasr son bir xil tipda, number tipida ekan. Endi kattaroq son, ya'ni big intni ko'rgan edik. 3-tipimiz big int. Demak, buni oxirida n harfi qo'yilishi kerak deb aytgan edik. Ishlatib ko'ramiz buni tipini. Mana big int tipi hosil bo'ldi. Xo'sh, keyingisi bu yerda my name ga qandaydir bir mantiqiy ifodani yozaylik. Aytaylik 3 katta 5 dan. 3 katta 5 dan degan mantiqiy ifodaning qiymatini my name ga berdik va shu my name ning tipini so'raymiz. Mana bu yerda boolean tipi hosil bo'ldi. Xo'sh, keyingisi my name ga qiymat bermadik va ishlatib uni tipini so'raymiz. Undefined tipi chiqdi. Keyingisi 6-tipimiz null, ya'ni bunga biz yuqorida aytib o'tdik, aynan o'ziz bilib turib maxsus null qiymatini bersangiz, o'shanda bu yerda nullning tipini object deb ko'rsatdi. Nima uchun null tipini so'raganimizda bizga object deb natija chiqqaniga agar to'xtaladigan bo'lsak, bu JavaScript tarkibidagi tarixiy xatolik hisoblanadi. Ya'ni 1995-yil JavaScript yaratilgandan beri mana shunday xatolik bor, qolib kelgan va spesifikatsiyada agar buni tuzatishimizga urinib ko'rsak, juda ko'p eski kodlarni o'zgartirishimiz to'g'ri keladi deb aynan shunday sitada tarkib sifatida keltirdim. Shunday deb yozilgan. Ya'ni bu tarixiy xatolik hisoblanadi. Xo'p, keyingisi mana buni bu yerga keltirib qo'yaylik. Qaytadan yozishimiz shart emas. ID va uni tipini so'raganimizda uzr 2 marta let bo'lib ketibdi. Symbol tipidagi ma'lumot ekanligini ko'rsatdi. Endi oxirgisi object tipiga ham bitta misol ko'radigan bo'lsak, xo'p, keling buni o'zgarmas sifatida yaratib ko'ramiz. User va bu yerda endi name.
2 nuqta aytaylik Kamol virgül xo'sh h 2 nuqta 16 virgül misol uchun weight 2 nuqta 8 va userning tipini aniqlab ko'raylik. Albatta bu yerda user teng o'zlashtirish belgisi bilan const emas konstanta. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Demak biz user degan konstanta o'zgarmas yaratdik va uni tarkibida name Kamol, age 16, weight 38 kabi qiymatlarni kiritdik. Bir nechta primitivlardan iborat bo'lgan xususiyatlarni unga berdik. Ana shu userning tipini so'raganimizda mana objekt natijasi chiqdi. Albatta bularni siz keyingi darslarda, keyingi mashg'ulotlarda qo'llash orqali tushunib borasiz. Lekin mana shunday 8 xil tip, ya'ni 7 xil primitiv va bitta objekt tipi borligini bilib qo'ysangiz yaxshi. Shuning bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.